tuhu lattaba'tumush shaytona illa qalila. Agar dedi Alloh taolo sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, ayrim kishilardan tashqari hammanglar shaytonga ergashib ketardinglar. Ya'ni mana shu shaytonga ergashmasdan sirotul mustaqimda to'g'ri turishligimiz Allohning fazli. Agar shu fazl bo'lmasa, juda ko'pchilik odamlar shaytonga ergashgandek, biz ham ergashib ketgan bo'lar edik. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: agar sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, sizlardan biron kishi gunohdan pok bo'lmas edi. Lekin Alloh o'z fazli marhamati bilan o'zi xohlagan kishini poklaydi. Alloh eshituvchi, bilguvchi bo'lgan zot. Demak, o'tgan darsimizdan kichkina bir takrorlash bo'ldi. Bizdan qanday xayrli savob amal sodir bo'lgan bo'lsa, buni biz qilganimiz yo'q. Buni Alloh bizga qildirdi. Bu Allohning fazli bo'ldi. Chunki siz qilgan o'sha ihsonni qilishga qodir bo'lgan 10 ta odam bor atrofingizda. Ehtimol sizdan ham boyroq odamlar bor. Ammo ularga nasib qilmadi, sizga nasib qildi. Shuning uchun ulamolar aytishadi, agar insonning ilmi komil bo'lgan bo'lsa, qilgan savobli amalini o'zim qildim demaydi. Agar insonni ilmi komil bo'lsa, meni amalim bor deb turib o'ziga katta baho bermaydi. Balki ana shu amalni bajarishlikka muvaffaq qilgan Alloh taologa hamd sanolar aytadi. Aqlli odam o'zim qildim demaydi. Aqlli odam amalim bor deb bilmaydi. Xo'p. Mana endi aqlli odam, ilmi to'liq bo'lgan odam meni amalim bor demas ekan. Bu ishni men qildim demas ekan. Endi qachon u mana shunday deya oladi? Qaysi sifatlar unda bor bo'lsa, meni amalim bor deb bilmaydi, o'ziga katta baho bermaydi, ujubga ketmaydi. Birinchisi, u mana shu ishga Alloh meni muvaffaq qildi deyish kerak. Astagfirullah. Yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sodiqin. Arabiylar kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga "Ha biz musulmon bo'ldik, biz iymon keltirdik" deb minnat qilishdi. Iymonlarini, islomlarini. Biz iymon keltirdik. Alloh taolo ularga javob berib aytdi: "Ey Muhammad alayhisalom, ularga ayting. Sizlar menga musulmon bo'lganlaringlarni minnat qilmanglar. Balki agar iymonlaringda sodiq bo'lsanglar, Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganini minnat qilur. Iymon keltirganinglar rost bo'lsa, Alloh hidoyat bergani uchun iymon keltirdinglar. Biz iymon keltirdik demanglar" deyapti. Hatto la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deyish sizni o'zingizning ixtiyoringizdagi ishmi? Agar Alloh tavfiq bermasa shu kalimani ayta olmaysiz. Iymon keltirgan bo'lsangiz ham ayting, Alloh meni muvaffaq qildi, iymonga hidoyat qildi deng. Nikohda domla, endi 90-yillarda aytyapman. Nikoh o'qitishdan avval kelin kuyovga kalimani talqin qildiradi. Iymonini yangilab olsin, yangi iymoni bilan nikohlansin deb turib, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan rasululloh desa, kuyov qaytara olmayapti. La ilaha illa Alloh, to'rtta so'z ayta olmayapti. Ehtimol 100 ta qo'shiqni yoddan biladi. Ehtimol 2 xil tilni biladi. Lekin shu kalimani Alloh bermasa ayta olmas ekan. Demak, siz meni amalim bor deb o'zingizga katta baho bermasligi uchun birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, bu ishni Alloh menga qildirdi deyishingiz kerak. Astagfirullah. Walakinnalloha habbaba ilaykumul iymana wa zayyanahu fi qulubikum va karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Lekin Alloh sizlarga iymonni suyukli qildi va uni dillaringizga chiroyli ko'rsatdi, hamda sizlarga kufrni, itoatsizlikni va isyonni yomon ko'rsatib qo'ydi. Mana qarang, siz bilan biz mo'min sifatida iymonni suyukli deb bilamiz, iymonni yaxshi ko'ramiz.
Fisq, fujur, gunoh, ma'siyatni yomonlik deb ko'ramiz va undan uzoq bo'lishga harakat qilamiz, yomon ko'ramiz. Iymon biz uchun yaxshi narsa va yaxshi ko'ramiz. Fisq, fujur biz uchun yomon narsa va uni yomon ko'ramiz. Iymonni suyukli qilgan ham sizga Alloh, fisq, fujurni xunuk ko'rsatib qo'ygan ham Alloh. Shuni chaqib olinglar ozgina. Shuni ma'nosini yaxshilab tushunib olaylik. Men o'zim namoz o'qimayapman. Boshlayman desam, lubov payt boshlab olaman. Deyapsizmi? Kechirib qo'yasiz. Palonchi mana shunday mahallasiga asfalt solib beribdi, ko'prik qurib beribdi, yetimlarda bir tomlarni yangilab beribdi imoratini, transformator qo'yib beribdi deb bir boyni qilgan fazilatli ishini gapirsa, bu yerda turgan boy aytadi, "Ha, hech qancha pul ketmaydi bunga" deydi. Ha, nimaga qila olmayapsiz hech qancha pul ketmasa? Demak, Alloh sizga qildirmadi shu ishni. Sizga shu ishni qilishlikka nima bermadi? Tavfiq bermadi, unga berdi. Men xohlasam bunday qilib qo'yaman. Qila olmaysan. Demak, birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa, biz qanday bir savobli, xayrli amalni qilishga muvaffaq qilgan bo'lmaylik, buni Alloh menga qildirdi deysiz. Allohning fazlini, marhamatini, tavfiqini e'tirof qilasiz. Qalbingizga muhabbatni soldi, keyin qildingiz shu ishni. Qalbingizga saxovatni soldi, keyin qildingiz shu ihsonni. Qalbingizni moyil qildi, zikr qildingiz. Qalbingizni ochdi, savobli amallarga yurdingiz. Futbol o'ynaganlar, adin chiqasiz. Varatarda ham yotkizasiz. Orqasiga o'tasiz to'p bilan. Varata bilan siz o'rtangizda 2 metr joy qoldi. 7 metrlik varata. Bir tepasiz, shtangaga tegib chiqib ketadi-yu. O'zi tek qo'yib qo'ysangiz, to'p hali yumalab o'zi kirib ketar edi. Shu qoqib tashlayman deb tepasiz, ana tavfiq yo'qligi shu. Ha, ba'zida shu ko'z yumib bir tepib borasiz, 3 tasdan o'tib kirib ketib qoladi. Tushunarlimi? Biz hech qachon meni amalim bor, men qildim deb o'zimizga baho bermasligimiz uchun birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa, mana shu biz qilgan yaxshi ish Allohning tavfiqi bilan bo'ldi, Alloh qildirdi deyishimiz kerak. Birinchisi shu bo'ldi. Ikkinchisi, agar sizga berilgan ne'matlarga qilgan amallaringizni taqqoslasak, qilgan amalingiz Alloh taolo bergan ne'matning 10dan biriga 100dan biriga ham to'g'ri kelmaydi. Demak, siz meni amalim bor deb o'zingizga baho bermasligi uchun Alloh taoloning bergan ne'matlarini bir qarab fikr qilib ko'ring-da. Shunda sizni qilgan savobli amalingiz ularning oldida juda ham arzimas bo'lib qoladi. Astagfirullah. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Robbimiz aytayapti, agar Allohning ne'matlarini sanasanglar, sanog'iga yeta olmaysizlar, albatta Alloh mag'firatli, mehribondir. Alloh taoloning bergan ne'matlarini bilasizmi? Qanchalar ko'p. Bitta tishingiz og'rib qoladi. Uxlamaysiz. Ne'mat ekan uyqu deysiz. Ichingiz o'tishni boshlaydi. Yeganingiz shirillab chiqib ketadi. Voy, yeganingni yebchi, esalama hazm qilib chiqarib olisham nima ekan? Ne'mat ekan. Bavul qila olmay qolasiz. Prostatangiz ishib ketib. 2 sutka, 3 sutka bavul qila olmay, siyomay yurasiz, quvug'ingiz ishib. Keyin hali kateterda tiqib turib, siydib holtingizni shunday bo'shatib qo'yganda, yo Parvardigor, ne'mat ekan deysiz. O'shuning uchun aytayapti Alloh taolo. Sizlarga berilgan ne'matlarni sanasanglar, shukrini ado qilish emas, sanab adoga yetkiza olmaysizlar. O shukrini ado qilishni qo'ying. Sanab tugata olmaysizlar deyapti. Mana shunga bir misol tariqasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining hadis shariflarida marhamat qilganlar. Bir odam tog'ning ustida, g'orda 500 yil yashadi. Buloq bor edi, shu g'orning oldida bir dona anor daraxti bor edi. Kunda bitta anor pishadi, anorni yeydi, oziqlanadi, suvda tahorat qiladi, ichadi. 500 yil mana shunday zaylda umr o'tkazdi. 5 asr. G'iybat yo'q, shikoyat yo'q, hisob-kitob qilinadigan moli dunyosi yo'q. Hech narsa yo'q, faqat ibodat bor. 500 yil faqat nima qilgan? Ibodat qilgan. Endi qiyomat bo'ldi. Alloh azza va jalla uni taroziga olib kelib, bandam, hadisning mazmuni.
Seni jannatimga o'zimning rahmatim bilan kiritaymi yoki qilgan amaling bilanmi? 500 yil faqat ibodat qilgan. Gunoh yo'q. Banda meni amalim bor deb o'yladi. Parvardigor meni qilgan amalim bilan jannatga kirgizdi. Alloh taolo amr qildi, maloikalar uni qilgan amallarini tortishdi tarozida. 500 yillik qilgan ibodati bitta ko'zining shukrini ado qilishiga yetmadi. Bu yoqda yana bitta ko'z turibdi. Ikkita quloq turibdi. Sog'lik turibdi. Onor turibdi, suv turibdi. Jahannamga hukm qilindi. Shunda Parvardigor tavba qildim, rahmating bilan jannatga kirgiz dedi. Shu bilan Allohning rahmati bilan jannatga kirdi. Banda meni amalim bor, mana shuncha ish qilib qo'yganman demasligi uchun birinchi unda bo'lish kerak bo'lgan narsa bu Allohning fazli bo'ldi deyish kerak. Ikkinchisi bergan ne'matlar haqida fikr qilib ko'rsa, qilgan amali arzimas bo'lib qoladi. Uchinchisi, agar banda kimga itoat qilayotganligini bir o'ylab ko'rsa, kimga sajda qilayotgani, kimga ibodat qilayotganligini fikr qilib ko'rsa, qilgan amali, toati, ibodati arzimas bo'lib qoladi. Sen qilgan gunohingni kichkinaligiga qarama. Sen kimga qarshi isyon qilganingga qara. Tushunarlimi? Nima endi? Berishdi, hamma qilyapti-ku. Sen mana shu beparvo qarashing bilan kufrga ketib qolasan. Bir odam gunoh kabira qilib turib, bo'ynini egib, tavba qilib, hijolat bo'lib, uyatib qilyaptimi? Har qalay xayriyat bor. Endi sen kichkina sanagan gunohingni, seni ko'zingda kichkina gunohdi. Nima endi hamma qilyapti deb turib, mensimasligi bilan kufrga ketib qolasan. Endi banda qilayotgan amallariga aldanib, o'ziga katta baho berib qolmasligi uchun qilish kerak bo'lgan uchinchi narsa, kimga ibodat qilyapman men deyish kerak. Kimga ibodat qilayotganini qarasin, shunda qilgan amali har qancha katta bo'lsa ham arzimas bo'lib qoladi. Endi qachon insonda shunday holat yuzaga keladi? Qachon banda o'zini amalini arzimas sanaydi? Agar amali xolis bo'lgan bo'lsa. Qalbi g'aflatda bo'lmasa. Demak, insonning qalbi g'aflatda bo'lsa, amalida ixlos bo'lmasa, meni amalim bor der ekan. Shuning uchun inson o'zini qilgan savobli amalini katta kichikligiga, ko'pligiga qarashda o'rniga qabul bo'ldimikin, bo'lmadimikin degan g'amni ko'proq qilish kerak. Ma'qulmi? Alloh biladi-da qabul qilgan qilmaganini. Ana taroziga qiyomatda birinchi olib 3 ta odam olib kelinar edi. Olim, shahid va boy. Odamlar uni olim degan, dinning xizmatini qilyapti, taqvoli degan, ixlosli degan. Lekin qiyomatga borganda uni riyo uchun, xo'ja ko'rsi uchun qilganligi ma'lum bo'lgandan keyin jahannamga birinchi bo'lib tushdi. Orqasidan saxovatli boyni olib kelindi. Hamma bilgan uni halol topganini, hamma ko'rgan o'rniga sarflaganini. Lekin qalbidagi niyatini kim bilgan? Alloh bilgan. Alloh taolo aytadi, sen Xotamtoy degan, saxiy degan nom uchun qilgansan. Odamlar saxiy dedi, haqqingni olding, sud jahannamga deydi buni. Uchinchisi shahid edi. Jonini fido qilib yuborgan edi. Lekin uning niyati odamlarning tilida shahid bo'lgan degan nom bo'lgani uchun u ham jahannamga ketdi. Shuning uchun sizni amalingiz bo'lsa, mabodo Allohning fazli bilan, Allohning tavfiqi bilan bir katta ish qilgan bo'lsangiz, siz bu amalingizni qabul bo'ldi, bo'lmadi. Shu narsa sizni o'ylantirsin. Fala tadrib biha wujuhana yawmal qiyama degan duoyimiz bor. Parvardigor mana shu amallarimizni qabul qil va qiyomatda yuzimizga urmagin bu bilan. Birinchisi, Alloh muvaffaq qilgani uchun shu ishni qildim deydi. Ikkinchisi, agar Alloh taoloning bergan ne'matlarga taqqoslaydigan bo'lsa, bu amali arzimas bo'lib qoladi. Xo'p, uchinchisi, kimga itoat qilayotganligini o'ylab ko'rsa banda, bu amalim hech narsa emas deydi. Bu amalining kattaligini gapirma, kattaligini o'ylama. Qabul bo'ldimi, bo'lmadimi, shuni g'amini qil sen. Bu masalada jiddiy o'ylanib ko'rish kerak. Chunki yaralgan kunidan boshlab Allohga tasbih aytib to'xtamagan farishtalar bo'ladi. Yaraldi,
qiyomatgacha tasbihda, biri sajdada, biri rukuda, biri zikrda, biri qiyomda. Kecha kunduz Allohga tasbih aytadigan farishtalar hech qachon charchamaydi, to'xtamaydi. Shular qiyomat bo'lganda aytadi: Parvardigor, senga haqiqiy, chinakam ibodat qilishga qodir bo'lmadik deyshadi. Astagfirullah. Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Ular tun va kun sufkashlik qilmasdan Allohni poklaydilar. Tushunali bo'ldimi? Banda qilgan amalini, meni amalim bor deb, men katta ish qilib qo'yganman deb o'ziga baho berib, ujubga kirib ketmasligi uchun unda nimalar bo'lish kerak? Birinchisi, mana shu ishni qilishga Alloh muvaffaq qildi deyish kerak. Ikkinchisi, u qilgan amal Alloh unga bergan ne'matlarga taqqoslansa, arzimagan bo'lib qoladi. Undan keyingisi, kimga ibodat qilayotganligini agar ozgina fikr qilib ko'radigan bo'lsa, bu ibodati arzimagan bo'lib qoladi. Demak, iymon, ilmi komil bo'lgan inson, meni amalim bor, men ko'p ishlar qilib qo'yganman deb o'ziga nima qilmas ekan, baho bermas ekan. Mana tavfiq haqida suhbat qilyapmiz. Tavfiq yaxshilikka bo'lgan ilhom. Tavfiq Alloh taolo bir bandani yaxshi amallarga muvaffaq qilishi, yo'lashi, yo'l ko'rsatishi, qo'llashi. Agar tavfiq bo'lmasa, biz bismillah deya olmaymiz. Agar tavfiq bo'lmasa, namozga uyg'ona olmaymiz. Agar tavfiq bo'lmasa, tupurgimizni ham yuta olmaymiz. Tavfiq haqida aytilgan ulug'larning so'zlari. Alloh azza va jallaning xalili bo'lgan Ibrohim alayhissalom shunday deydi. Astagfirullah. Vallazi atma'u an yaghfira li. U Alloh jazo kunida mening xato gunohlarimni mag'firat etishini umid qilurman. Va Ibrohim allazi vaffa degan Alloh maqtab bu payg'ambarini. U vafo qilgan Ibrohim. Alloh taolo qanaqa qiyin imtihonni bermagan bo'lsin, vafo qilgan zo'r chiqqan undan. Aytmayapti, meni o'tga, olovga uloqtirishganida sabr qilganman demayapti. Katta ish edi. Bir dona o'g'ling bilan, bir dona bolang bilan ayolingni sahroga, Bakka vodiysiga tashab ket deganda, xo'p deb tashab kelganman demayapti. O'g'limni tomog'iga pichoqni qo'yib tortganman demayapti. Nima deyapti? Umid qilaman deyapti. Shuncha savobli ishlarni qilib qo'ydim, shuning uchun shu amallarim bilan jannatga kiraman demayapti. Nima deyapti? Umid qilaman deyapti. Bizda bu ishlarning milliondan biri ham yo'q. Mana shu Ibrohim alayhissalomning o'g'li Ismoil alayhissalomni tomog'iga pichoqni qo'yib tortishligi haqida Alloh aytadiki, inna haza lahuval balaul mubin. Mana shu, ya'ni o'g'lingni so'y degan buyruq. Balaul mubin, ochiq imtihon edi, qiyin imtihon edi, ochiq balo edi. Va Parvardigor tashab ketdi deding, tashab ketdim. Emizlik paytida. Endi bir dona o'g'lim bo'lsa, 95 ga kirdim, bolam 10 ga kirdi. Endi so'ydingsanmi? Demadi. Biriga olib borib tashab kelish ham oson ish edi. Har qalay tirik qolardi bolasi. Endi qo'ling bilan so'y deb Alloh taolo ishora qildi. Ikkilanmasdan pichoq tortdi. Mana shuncha ulug' ishni qilgan Ibrohim alayhissalom, meni amalim bor, shu bilan jannatga kiraman deyaptimi? Yo'q, umid qilaman deyapti. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. U zot sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilar: "Lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannata." Hech bir kimsaning qilgan solih amali uni jannatga kirita olmaydi. Ibrohim alayhissalom ham ular qatorida va Muhammad alayhissalom o'zi ham ular qatorida. Hech kimning qilgan amallari, savobli amallari uni jannatga kirgizib yubora olmaydi. Vala anta yo Rasululloh, sizni ham amalingiz jannatga kirita olmaydimi yo Rasululloh? La, vala ana dedilar. Ha, meni ham amalim jannatga kirita olmaydi. Faqat Allohning fazli va rahmati meni qoplasa. Robbim meni o'zining fazli marhamati bilan o'rab olsagina jannatga kiraman. Kim Muhammad alayhissalomdek bo'la oladi? Hech kim.
Kim Muhammad alayhissalomchalik sabr qila oladi? Hech kim. Kim Muhammad alayhissalomchalik saxovatli bo'ladi? Hech kim. Lekin mana shu zot sallallohu alayhi vasallam aytibdilar, Alloh rahmati bilan o'rab olsa, keyin jannatga kiraman deyaptilar. Agar biz Muhammad alayhissalomchalik amal qilganimizda ham amalim bor deyishga haqqimiz yo'q. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Rasulullohga birinchi bo'lib iymon keltirgan kishi. Siddiq laqabini Rasulullohning muborak og'izlaridan eshitgan kishi. Tirikligida jannati ekanligini eshitgan 10 ta sahobaning birinchisi. Rasululloh bu sahobasini qanday baholaganlar? Agar odamlar orasidan Halil tanlashim kerak bo'lsa, eng yaqin do'st lattaxostu Abu Bakrin Halila. Abu Bakrni o'zimga do'st tutgan bo'lardim degan. Mana shunday Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu va hal ana va mali illa laka ya Rasululloh. Ya Rasululloh, men ham topgan pulim ham sizniki emasmi ya Rasululloh degan. Umar ibn Xattob islom mo'jizasi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duosining barakoti. Umar al-Faruq Rasululloh aytganlar, agar mendan keyin nabiy bor bo'lsa, o'sha nabiy Umar bo'lar edi deganlar. Mendan keyin nabiy bo'lmaydi, agar bo'lganida ana shu nabiy Umar bo'lardi deganlar. Mana shunda Umar ibn Xattob aytar edi. Agar menda yer to'ldir oltin boylik bo'lganida, oldimda turgan qo'rquvdan, ya'ni qiyomatda qo'rquvdan qutulish uchun hammasini fido qilib yuborardim deydi. Yana bir so'zlarida qaniydi onam meni tug'masa deydi. Ha bo'lmasam tirikligida payg'ambarimizdan eshitdi jannati ekanligini. Jannatga mana bunday kiramiz deb Rasululloh bir qo'li bilan Abu Bakrni, bir qo'lini Umar ibn Xattobni ushlab, shunday qadam bosdilar. Jannatga mana shunday kirib ketamiz dedilar. Rasulullohning va'dasini olgan sahoba qaniydi tug'ilmaganimda deyapti. Shuncha bashoratlari borligiga qaramasdan, shuncha ulug' amallari boriga qaramasdan katta ketmadi. Abdulloh ibn Mas'ud aytadi radhiyallohu anhu, qaniydi o'lib keyin tirilmasam. Qo'rquvdan. Ummatning peshvosi bo'lgan salaf solihlar shunday fikr qilishardiki, amalim bor deb bilishmas edi. G'am qilishar edi. Shuning uchun Alloh ulardan rozi bo'ldi. Sizda, menda biz aytayotgan Allohning tavfiqi bormi, yo'qmi? Sen tavfiqli odammisan? Mana ana shu tavfiqning alomatlarini ko'rib chiqamiz. Qidiring, sizda shular bormi? Birinchidan, Alloh seni iymon va islomga muvaffaq qilishi. Alhamdulillahi robbil alamin bor. Chunki kalima keltirishga Alloh tavfiq berdi, kalima keltirishga Alloh izn berdi. Albatta bu hamma ne'matlar orasidagi eng katta ne'mat, eng ulug' ne'mat, eng oliysi va eng avvalgisi. Bundan ortiq ne'mat bo'lmaydi. Bundan ortiq ne'mat bo'lmaydi. Kufrga to'layotgan bu olamda Alloh sen uchun tanlab bergan, sendan talab qilgan asosiy narsa iymon. Astagfirullah. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sodiqin. Ey Muhammad alayhissalom, ona arabiylarga ayting, biz iymon keltirib qo'ydik deb minnat qilayotgan arabiylarga ayting. Balki agar iymoningizda sodiq bo'lsanglar, Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganiga minnat qiling. Bormi bizda shu? Alhamdulillahi robbil alamin. Iymon bilan islom bormi? Tavfiqni birinchi alomat. Agar bizda iymon bo'lmasa, bizda shirk bo'lsa, kufr bo'lsa, na'uzubillah, hamma amallarimiz xabada bo'lib ketadi. Yana nimasi doim mo'minni o'ylantirish kerak? Ha, xo'p, mana shu alomatlar hammasi bor senda. Tavfiqning 10 ta alomati bor deylik senda. Doim xavotirda turishing kerak. Nima deb? Nima degan xavotir doim turish kerak bizda? Shu iymon bilan o'lib olay. Shu iymon bilan turganimda omonatni topshirib olay. Chunki oxirgi lahzasigacha shayton bizni tark qilmaydi. Bilasizlarmi? To tanimizda bu jon omonat turar ekan, shayton umidini uzmaydi. Imom Ahmad ibn Hanbalning vafotini qaraydigan bo'lsak, mana ulug' mazhab boshilarimizdan.
ana shu dunyodan uzilib oxiratga ko'chayotgan vaqti yaqin bo'lganida yotib uxlab qoladi. 1 soat, 2 soat yotadida o'ziga keladi. Keyin uyquga ketadi. Yana o'ziga keladi. Ana shu o'ziga kelgan paytda yo'q, hali yo'q deydi-da, uyquga ketadi. Yana ozgina turib o'ziga keladi, uyg'onadi. Uyg'onibla hali yo'q deydi. Mana shu holat bir necha marta takrorlanganda o'g'li, otajon, nima bo'lyapti deydi. Nimaga o'zingizdan ketyapsiz? 1 soat, 2 soat, keyin o'zingizga kelib turiblar, darrov hali yo'q deyapsiz. O'g'lim, nima bo'layotganini bilmayapsanmi hozir dedi. Yo'q, bilmayapman. Xonani burchagida shayton o'tiribdi. Barmog'ini tishlab, "Ha, Ahmad, qutulib ketding-a mendan" deyapti. Men aytayapman, hali qutulganim yo'q. Bu kishi ana shu Mu'tazililarga qarshi turgan ahli sunnatning ulug' imomlaridan. Juda ko'p qiyinchilikka, mashaqqatga, azoblarga qolgan kishi. Ahli sunnaning e'tiqodini mahkam himoya qilib turgan kishi. Shuncha imtihon qiyinchiliklardan o'tib bo'lib turib, yana qo'rqib turibdi. Hali jonim turibdimi tanimda? Sendan qutulganim yo'q hali. Hali u fitnadan omon bo'lganim yo'q deb aytayapti. Tushunarlimi? Yo, garantiya bormi iymon bilan ketishimizga? Unga ham Alloh tavfiq bersa bo'ladi-da. Astagfirullah. Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Agar ular mushrik bo'lganlarida qilgan amallari behuda ketgan bo'lar edi. Alloh taolo Muhammad alayhisolamga aytayapti. Astagfirullah. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dar haqiqat sizga ham, ey Muhammad alayhisalom, sizdan ilgariga o'tgan payg'ambarlarga ham shunday vahiy qilingandir. Qasamki, agar mushrik bo'lsang, albatta qilgan amaling behuda ketadi va albatta ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolasan. Demak, sizda tavfiq bor yo'qligining alomatlarini birinchisi bu iymon va islom. Senda tavfiq bormi? Sen tavfiqli odammisan? Ikkinchi alomati ilmga bo'lgan rag'bat va ilmga harislik. Bu ham tavfiqdan. Shar'iy ilmlarni o'rganish, diningizni yaxshiroq tushunishga harakat qilishingiz, halol haromni tanishga, qaysi ishlarni qilsam Alloh mendan rozi bo'ladi degan intilishni sizda bor bo'lishligi, ilmga bo'lgan ishtiyoq ham tavfiqning belgisi. Ilm majlisida o'tirasiz, rohatlanasiz. Ahli ilmlar bilan birga bo'lishga doim intilib turasiz. Ilmni ko'paytirishga bo'lgan rag'batingiz bor. Bu ham tavfiqi bor odamda bo'ladi, hammada emas. Ilmdan qochmaysan, ilm majlislaridan bezimaysan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man yuridillahu bihi khayron yufaqihu fid-din." Payg'ambarimiz aytayaptilarki, Alloh kimga yaxshilikni ravo ko'rgan bo'lsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi. Diniy ilmlarda, shar'iy ilmlarda berganligi tavfiqning bitta alomati. Endi ilm majlisida o'tirishni xohlamaysizmi? Shu azimagan narsani bahona qilib chiqib ketasizmi? U tashqaridan kirmayotganlar ilm majlisiga, u o'zi xohlamay, o'zi kirmayotgan joyi yo'q. Alloh uni kirgizmayapti u yerga. Undan pul so'rashmas edi. U ilm majlisiga kelsa, birov urmas edi uni. Ilmga qiziqish, ilmga rag'bat yo'qmi? Demak, bu odam betavfiq odam. Betavfiq derdik eskilar. Bu betavfiq degani Alloh esdan chiqargan banda. Alloh esdan chiqargan banda. Allohning ishi yo'q u bilan, o'zini holiga tashab qo'ygan banda. Bu banda halok bo'lishda shubha yo'q. Ikki dunyoda ham. Sen tavfiqli odammisan? Birinchi alomati iymon, islomda bo'lishi. Ikkinchi alomati ilmga bo'lgan rag'bat bo'lish kerak sizda. Agar ilmga qiziqish bor bo'lsa, demak tavfiqning ikkinchi alomati bor.
Uchinchi alomati savobli amallarga muvaffaq bo'lishlik. 5 mahal namoz o'qiysiz, qoldirmaysiz. Allohning tavfiqini belgisi bu. Chunki hamma ham o'qiy olmayapti. Ramazonda bir kun qoldirmasdan ro'zangizni tutasiz va bir kun qoldirmasdan taravaga kelasiz. Kelasiz, 8 rakatda chiqib ketmaysiz. Bu ham tavfiq. Nafl amallar, zikrlar, Qur'on tilovati, istig'for. Mana shu zikr ham Allohning tavfiqi bo'lmasa ayta olmaysiz. Ha, zikrni 1 oy, 2 oy domlangiz majbur qiladi aytasiz. Bu narsani, tushunib mazasini totib qolganingizdan keyin, Allohdan tavfiq kelgandan keyin zikrni aytmagan kuningizni nuqsonli kundek his qiladigan bo'lib qolasiz. Quduqlar qazish, masjid madrasalarda bino qilish, yetim yesirlarda boshini silash, xayrli amallarda qoyim bo'lish, haloyiqqa foydali bo'lish, jamiyatga foydali bo'lish ham tavfiqi bor odamda bo'ladi. Sen tavfiqli odammisan? Birinchi alomati iymon va islom, ikkinchi alomati ilmga bo'lgan qiziqish, rag'bat, uchinchi alomati savobli amallarga muvaffaq bo'lishlik. Anna rajulan qala ya Rasululloh ayyun nasi khayr. Bir kishi kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'radi. Ya Rasululloh, odamlarning yaxshisi qanday bo'ladi? Qaysi odam odamlarning yaxshisi? Rasululloh aytdilar: "Man tola umruhu va hasuna amaluhu." Umri uzun va amali chiroyli bo'lgani odamlarning yaxshilari. Bir odamning umri uzun bo'lib turib fisq fujurda bo'lsa, bu yaxshi odam degani emas. Umrni uzun bo'lishigini o'ziga yaxshi emas. Balki umri uzun bo'lib turib amallari chiroyli bo'lgani. Sen tavfiqli odammisan? Tavfiqning alomatlarining birinchisi iymon va islom, ikkinchisi shar'iy ilmlarga bo'lgan qiziqish, rag'bat, uchinchisi savobli amallarga muvaffaq bo'lishlik. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Biz mana hozir Xo'jandda mehmondamiz, aziz obunachilar. Kanalimizni qo'llab-quvvatlaganingizdan juda ham xursandmiz. Alloh barchalaringdan rozi bo'lsin.